Assalomu alaykum. YouTube kanalimizda so'rovnoma o'tkazdik va so'rovnomaning asosiy maqsadi bemorlarimizning asosiy qismida virusli gepatitning qaysi turi borligini aniqlamoqchi edik. So'rovnomamizda ishtirok etgan 44% inson virusli gepatit B ni tanlagan, 32% virusli gepatit C va 24% virusli gepatit B+D aniqlangan. Ushbu so'rovnomada ishtirok etgan barchalarga katta rahmat. So'rovnoma ostida qoldirilgan kommentariyalarni o'qiymiz va savollar bo'lsa birgalikda javob berib o'tib ketamiz. Birinchisi, taklif bildiribdilar, virusli gepatit turlarini differensiya qilib video chiqazing. Albatta ushbu videoni chiqazamiz. Katta rahmat taklif uchun. Va virusli gepatitlarni hozirgi kunda differensiyalashda biz asosiy ikkita usulni ishlatamiz, ya'ni IFA hamda PCR tahlillari. Ikkinchisi, qachon jonli efir qilamiz debdilar. Rosti hozir internetda biroz muammolar bor, shuning uchun jonli efirlar to'xtab turibdi. Shunaqa bemorlarimiz bor. Ba'zilarda virusli gepatitni barcha turi aniqlanadi, ya'ni kommentariya yozilibdi. Hamma turi bilan og'riganman debdilar. Bu qanaqa holat? Ya'ni sizda virusli gepatit B, C, D bir vaqtning o'zida uchrashi mumkin. Bunday holatda bemorimizni qanday davolaymiz? Birinchi navbatda to'liq tuzalib ketadigan virusli gepatit C ni davolashimiz kerak. Ya'ni virusli gepatit C ga qarshi protivirusli dori beriladi. Keyin esa B va D ga qarshi davolab ketiladi bemorni. Bu unaqa strashniy holat emas, prosta to'g'ri davolashni yo'lga qo'yib olish kerak. Bemor holati shunda tezroq yaxshilanadi. Yana bir bemorimiz yozyaptilar, virusli gepatit B bilan 2 marta, C bilan 1 marta debdilar. Virusli gepatit B bilan 2 marta kasallanishning imkoni yo'q. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerakki, virusli gepatit B bu DNK saqlovchi virus. Kasallikni yuqish asosiy yo'li bu qon orqali yuqadi va kamdan kam holatda jinsiy aloqa orqali ham virusli gepatit B ni yuqtirib olgan holatlar kuzatilgan. Agarda virus yuklamasi qonda baland bo'ladigan bo'lsa, u jinsiy suyuqlikka o'tishi mumkin va jinsiy aloqada yuqish ehtimoli paydo bo'ladi. Virusli gepatit B DNK saqlovchi virus. U jigar to'qimasi ichiga kirib, hatto o'zi replikatsiya qiladi, ko'payadi. Protivirusli dorilarimiz qondagi virusni o'ldiradi xolos, lekin jigar to'qimasidagi virusga ta'sir o'tkaza olmaydi. Shuni hisobiga qondagi virusingiz 0 bo'lgandan keyin siz protivirusli dorini agar to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, virus soni yana ko'payishi mumkin. Va shu ko'payganda siz yana PCR yoki IFA tekshirtirgansiz va virusli gepatit B sizda yana aniqlangan. Nima qilish kerak? Siz gepatit C dan to'liq tuzalib olishingiz kerak. Gepatit B ga qarshi dorini ichib yurishingizni tavsiya qilamiz. Virusga qarshi dori ichganda parhez kerakmi deb savol beribdilar. Agarda parhez uchun ko'rsatma, ya'ni sizda kasallik o'tkir fazada intoksikatsiya holati kuchli bo'ladigan bo'lsa, parhez kerak. Masalan, kasallik o'tkir holatida biz bemor holatini hozir tushunishlari uchun aytib beraman. Ko'zlari sarg'ayib ketgan, bemor qayt qilyapti. Bemor og'zidan suv ham o'tmaydigan holat bo'ladi shunaqa. Ya'ni bemor organizmida fermentlar shunaqa oshib ketgan, ya'ni bo'ladi ALT, AST 400 dan oshib ketgan, bilirubin 200 ga yetgan shunaqa bemorlarimizda parhez qilishga majbur bo'lishadi. Asosiy sabab ularga jigarga yuklamani pastlashimiz kerak, ya'ni yog'li ovqatlarni cheklov qilinadi va ko'proq suyuqlik va suvda, bug'da, parda pishirilgan ovqatlarni iloji boricha yaxshilab maydalangan holatda chaynab iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Oz-ozdan tez-tez. Ularga o't haydash uchun yog' emas, faqatgina o't haydovchi dorilar, ya'ni allahol, xalasa siroplari, adiston tabletkalari tavsiya qilinadi, plus gepatoprotektor dorilar va qonni shu intoksikatsiyadan yuvish uchun ko'proq infuzion terapiyalar tavsiya qilinadi. Agarda sizda faol kasallik ketmayotgan bo'lsa, ko'zingiz sarg'ayib ketib, fermentlar oshib, ko'ngingizdan qayt qilish holati kuzatilmayotgan bo'lsa, parhezni tavsiya qilmayman. Ko'proq yaxshi baquvvat ovqatlanish kerak. Faqatgina oz-ozdan tez-tez me'yorida yaxshi ovqatlansangiz, immunitetingiz baquvvat bo'ladi, organizmingiz zo'r holatda yuradi. Ko'pchilik bu narsaga noto'g'ri tushunadi, ya'ni parhez qilishim kerak, menda gepatit bor ekan deb o'sha parhezga o'tirib qoladi. Agarda Yevropa mamlakatlarini tibbiyotiga ahamiyat beradigan bo'lsak, parhez bu shu intoksikatsiya bo'lgan holatda kasallik o'tkir ketayotganda bemorda shu aytib o'tgan holatlar ham kuzatilsagina buyuriladi. Atak bemorda hech qanaqa bezovtalik bo'lmasa, unga parhez buyurilmaydi. Chunki biz organizmimizga yog' ham o'z o'rnida kerak bo'ladi. Chunki ba'zi bir vitaminlar suvda eriydi, ba'zi bir vitaminlar yog'da eriydi. Agarda siz faqatgina suvda, parda pishirilgan taomlarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, shu organizmingizda yog'da eriydigan vitaminlarni tanqisligi uchraydi va o'z qopingizda tosh kasalligi ham paydo bo'lishi mumkin.
o't qachon o'zi tabiiy fiziologik ajrab chiqadi? Qachonki biz organizmimizga 12 barmoqli ichagiga yog' tushsa, yog' tushmaydigan bo'lsa, o'tni chiqarish uchun shu o't haydovchi dorilar ichib yurishimizga to'g'ri keladi. Xalosas sirupdan, allaqol tabletkalar bor, adeston shularni ichib, keyin o'timizni, o't qopimizni bo'shatishimiz mumkin bo'ladi, xolos, tushunasizlarmi? Shuning uchun parhezni umuman holatingiz yaxshi bo'lsa tavsiya qilmayman. Prosta ovqatlanishni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Oz tez. 5-6 mahal ovqatlaning, ko'proq suyuqlik iching. Ovqatlanishda ham chaynab, ovqatni yaxshilab iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Keyingi savol. Fibroskan 25 chiqdi. Bu qanchalik xavfli debdilar. Xo'sh. Bemorimizda shu gepatit C bor ekan. Xo'sh. Virusga qarshi doklatosfer ichyapti ekanlar. 32 yosh. Sahr dori ichsa bo'ladimi debdilar. Xo'sh. Agarda sizda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, virusga qarshi dorini ichish jarayonida qandli diabetni dorilarni to'xtatmasligingiz mumkin. Hech qanaqa ko'rsatma yo'q, что qandli diabetni dorilarni ichayotgan mahallingizda virusga qarshi dori ichsangiz ta'siri kamayadi yoki insulin olsangiz ta'siri qiladi degan narsa yo'q. Siz hamma hayotiy jarayonlaringizni oldin ichib kelgan dorilaringizni birgalikda ichib ketishingiz mumkin. Masalan, bo'ladi bemorlarimizda gipertoniya, ya'ni qon bosimi baland bemorga agarda siz virusga qarshi dori beradigan bo'lsangiz, u virusga qarshi dorini ichaman deb qon bosimini dorisini to'xtatib qo'ysin degan joyi yo'q. Hamma dori birdaniga ketaveradi. Faqatgina dorilarni ichishi o'zini muddatlari bor. Masalan, virusga qarshi dorilar asosan ovqatdan 2 soat oldin yoki 2 soat keyin tavsiya qilinadi. Qandli diabeti bor bemorlarimizga insulinini yoki o'sha diabetga qarshi dorilarni e'tibor qilishimiz mumkinki, ovqatdan yarim soat 1 soat oldin yoki ovqatdan keyin. Insulinini srazu ovqatdan keyin o'sha urib olish tavsiya qilinadi. Xo'sh, bir bemorimiz yozadilar, gepatit C ga dorini 2 marta ichibdilar. Tuzalish to'liq bo'lmagan. Ya'ni virusli gepatit C PCR sifatida pozitivni beryapti. Bunga asosiy sabab nima? Bemorda virusli gepatitda o'sha genotipini aniqlanmagan va imенно o'sha genotipga ta'sir qiladigan dori berilmagan. Agarda bemor shifokorlar hozir nima qiladi? Bemorni mablag'ini o'ylaydi, bemor ortiqcha rasxod qilmasin deb PCR o'zida sonini ko'rishadi. Virusli genotipini ko'rib o'tirishmaydi. Virusli genotipini ko'rish uchun ham o'sha PCR ga to'lagan pulingizni pashta to'lashingiz kerak bo'ladi. Biz hozir asosiy buyuradigan dorimiz Sofosbuvir va Doklatosfer. O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan virusli gepatit C turi, bu birinchi genotip ko'proq tarqalgan. Shu genotipga Sofosbuvir, Doklatosfer dorisi yaxshi ta'sir qiladi. Kamdan kam holatda 4-5 genotiplar uchrab qoladi va agarda ushbu genotiplar uchraydigan bo'lsa, biz bemorlarimizga Sofosbuvir, Velpatasfer kombinatsiyasi bilan dorini tavsiya qilamiz. Agarda bemor bir marotaba 3 oy davomida dori ichgandan keyin tuzalmaydigan bo'lsa, unga shu kuchliroq kombinatsiya Sofosbuvir va Velpatasfer dorisini kombinatsiya qilib ichishi tavsiya qilinadi. Ushbu postimiz ortida qoldirilgan savollar shulardan iborat edi. Hammaga sihat salomatliklar. Sizlar doktor Azizbek bo'ldi. Agarda kimga qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Aholimiz o'rtasida ko'rdik, eng ko'p uchrayotgani bu virusli gepatit B. Virusli gepatit B, C, D yuqish yo'llarini aytib o'tib ketaman. Virusli gepatit B asosan qon orqali yuqadi va kamdan kam holatlarda jinsiy aloqa orqali yuqadi. Jinsiy aloqa bilan yuqish uchun ushbu kasallik qondagi virus yuklamasi baland bo'lishi kerak. Virus yuklamasi katta bo'ladigan bo'lsa, keyin o'sha u jinsiy suyuqlikka o'tib jinsiy aloqada yuqish ehtimoli bo'ladi. Agarda sizni turmush o'rtog'ingizda virusli gepatit B aniqlanadigan bo'lsa, albatta siz virusli gepatit B ga qarshi emlanib olishingiz kerak bo'ladi. Tish cho'tkalari, britvalar, moshinkalar iloji boricha gepatiti bor bemorlar o'zinikini alohida qilish kerak bo'ladi. Ya'ni siz tish cho'tkangizni boshqa farzandingizni ishlatib qo'ymaslik kerak. Virusli gepatit C yuqish yo'li asosan qon orqali, ya'ni jinsiy aloqada o'tmaydi. Virusli gepatit B ham, C ham o'sha homilaga ham o'tmaydi. Shuni ham bilishimiz kerak. Ko'plab homilador ayollar o'sha stressga tushib qoladi. Ya'ni homiladorlikda uchotga turish uchun borishganda virusli gepatit ularda aniqlanadi va ular stressga tushib qolishadi.
hech qachon stressga tushmaslik kerak. Vrach nazoratida hammasini chiroyli kontrol qilib olib borsa bo'ladi va bolaga ushbu virusli gepatitlar yuqmaydi. Yana ahamiyatli taraf shuki, virusli gepatit C ni dorisini ichganingizdan keyin siz sog'lom hisoblanasiz va siz kasallik tashuvchisi yoki yuqtiruvchi insonga aylanib qolmaysiz. Gepatit B va D bor bemorlarimizda hozirgi kunda asosiy muammo shuki, virusli gepatit D ni yuklamasini ko'tarilib ketishi, ya'ni protivirusli dori tenofovir alafenamid ichsa ham yoki entikover ichsa ham o'sha virusning yuklamasi ko'tarilib boraveradi. Ba'zi bir bemorlarimizda bular stressga tushadi. Asosiy sabab nima? Shunaqa holatda kuzatilishiga. Sizning immun tizimingiz yaxshi holatda ishlamayapti. Ya'ni immun tizimingizni siz rag'batlantirishingiz kerak. Kayfiyatingizni yaxshi qiling, yaxshi taomlaning. Jigaringizni qo'shimcha himoyalash uchun dorilarni birgalikda iste'mol qilishingiz kerak. Ko'pchilik insonlarning xatosi shu. Faqatgina virusga qarshi dorini o'zini ichadi, kasalligini o'ylab stressga tushib qoladi. Stressga tushgan insonda immun tizimida muammolar paydo bo'ladi, hazm tizimida muammolar bo'ladi. Qanaqa ovqat iste'mol qilishingizdan qat'iy nazar, sizdagi ovqat organizmga yaxshi singmaydi. Immunitetingiz kuchsizlanadi. Shuning uchun gepatitni qaysi turligingiz muhim emas. Inson o'ziga birinchi navbatda e'tiborli bo'ladigan bo'lsa, kasallik erta aniqlanib, to'g'ri shifokor tavsiyalariga amal qilib yuradigan bo'lsangiz, Xudo xolasa uzoq va yaxshi umr ko'rasiz. Ko'pchilik insonlar kasalligi oxirgi fazasini o'zida tasavvur qiladi, ya'ni jigar sirrozi bilan o'lgan qaysidir tanishi, kimnidir aytgan gapi o'sha eslab oladi, shu narsani miyasiga quyib oladi. Yo'q, bu miyani tozalab tashlashimiz kerak. Bizga kimdir qanaqa o'lgani muhim emas. Har bir insonni qanaqa o'lishi o'zi yozib bo'lingan. Lekin mana shunaqa o'laman deb tasavvur qilish bu juda ham ahmoqona fikr bo'lsa kerak deyman. Shuning uchun sog'lig'ingizni vaqtida qadriga yeting. Kasallik sizda aniqlandimi, bu tushkunlikka tushishga sabab emas. Bu sizga bonus. Ya'ni hayotingizni uzaytirish, kasallik bilan kurashish uchun sizga imkon berildi. Ba'zi bir holatlarda bo'ladi, masalan, kasallikni oxirgi bosqichda aniqlanadi. Ayniqsa ko'proq gepatit C bo'lgan bemorlarda jigar sirroziga o'tib bo'lgandan keyin, qornida suv to'planganda, umuman bemorni holati og'ir holatga kelganda, jigar alishtiradigan holatga kelganda kasallik aniqlanadi. Siz shu holatga yetib bormaganingiz uchun shukr qilib, prosta to'g'ri davolanishimiz kerak. Ko'p insonlar o'ziga doriga pulni ekonom qiladi va shu sababdan o'sha jigarning holatini tez rasvolashtirib qo'yishadi. Har xil giyohlar, har xil reklamalarga umuman aldamang. U reklamalari maqsadi sizni salomatligingiz emas. Sizni kasalligingizda ular yashab qolmoqchi. Kasalligingizda sizni borligingizni, pulingizni shilib olib, biznesini rivojlantiradi xolos. Rosti jigar uchun tabiiy oladigan bo'lsak, o'simliklardan rastarovsha va artishok birinchi o'rinda turadi, shu ikkitasi. Qolgan narsalar hammasini aralashtirib iste'mol qilish, tam yerda yurayotgan, qimirlayotgan, o'sayotgan har bitta giyohni iste'mol qilaverish siz jigaringizga oshiqcha nagruzka qiladi xolos. Kerak emas. Hamma tavsiya beraveradi, hamma aqlli, lekin staj degan narsa bor. Ya'ni kasallik bilan kim qancha yil ishlagan. 2019-yildan boshlab shu gepatitlar ichida yuramiz. Har xil holatdagi kasallarni ko'rdik. Jigar sirrozini ham, kasallar o'lganini ham ko'rdik. Oxirgi soniyalarda tepasida ham turganmiz. Ko'p bemorlari hayotini o'rganib chiqqanimizda, men kasallar oldida ko'p o'tiraman, suhbatlashaman. Qachon kasal bo'lgansiz? Qanaqa yashaysiz? Nimalar iste'mol qilasiz? Nimalar qilgansiz? Eng og'ir holatda yotgan bemorlarimizni ko'rganimizda ko'pi shu har xil o'tlarga o'tib ketib qolgan, har xil sutlarni ichgan, holati risk og'irlashib qolgan. O'sha takitak sirroz bo'lgan ularda, lekin holatini yana ham og'irlashtirish uchun ular o'zi har xil usullar, kimdir tavsiyalarini o'zida sinab ko'rgan. Sizning organizmingiz eksperiment maydoni yoki siz sichqoncha emassiz. Shifokorlar siz uchun nima kerakligini biladi. Shifokorlar shu narsaga o'qiyapti. Masalan, agarda bitta dori yoki giyoh sizni 100% tuzatib olsa, jigaringiz sirrozini orqaga bir oyda qaytarib yuboryapti, tipa hozir reklamalarda ko'ryapman, shunaqa ertaga bir oyda jigar sirrozidan 100% qutulasiz, jigaringiz yosh bolaga sog'lom bo'ladi, bizga pulingizni bersangiz bo'ldi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, tibbiyot xodimining nima keragi bor? Nima uchun u 10 yil umrini chirityapti? Masalan, shuncha praktika nimaga kerak? Shuncha kasallar bilan ishlash nimaga kerak? Bitta giyoh bilan agar tuzalib ketadigan bo'lsa yoki sizni shu narsa qutqara oladigan bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring.
Nima uchun dorilar sotilyapti? Nima uchun shifoxonalarda shifokorlarga oylik to'lab ular ushlab o'tirildi? Keragi yo'q agar shifokorlarni bitta qanaqadir o'tlar aralashmasi bilan kasallik 100% tuzalib ketadigan bo'lsa. Sal realist bo'lish kerak. O'zingizni hayotingizni kimnidir yolg'on va'dalarga tikmang. Kerak emas. Hammaga sihat salomatlik tilab, sizlar doktor Azizbek bo'ldi. Shu Telegram gruppamizga qo'shilsanglar, уже hayotida shu kasallik bilan 15-20 yildan bosib og'rib kelayotgan bemorlar bilan malaka fikr alishasizlarda. Kasal ham davolanaverib, o'zini ustida ishlab, salomatligini nazorat qilib shifokorga aylanib qoladi. Realni. Ko'pchilik shifokordan, masalan, yangi bitirib kelgan, opiti yo'q shifokorlardan kasallar aqlliroq, o'zini holatini yaxshi biladi. Qaysi ukol olsa nima bo'lishini ham biladi-da. Shunaqa darajaga yetib borgan kasallarimiz. Endi bular bilan fikr olsangiz, ko'p narsani o'rganasiz. Qanaqa ovqatlanadi, nimalar iste'mol qiladi, qaysi dorini ichganda bularga yoqmagan, oddiy misolda, qaysi dori holatlarni og'irlashtirgan, qaysi taomlar iste'mol qilganda og'irlik his qilishadi. Hammasi bilan fikr olishingiz mumkin. Prosta shu opisaniyada gruppamizga qo'shib qo'yaman silkasini. Gruppaga o'ting, qo'shiling, savollar bo'lsa javob beramiz. Hammaga katta rahmat, sog' salomat bo'ling.